Felyanzurul insanu ila ta'amihi. Ma inson yeydigan tamoqqa qarab baqsin deydi. Nimishqa tamoqqa qarab baqsin deydi? Inson ma yeydigan tamoqqa qarab baqsinmi? U yerda bir ishoratni, bir hodiy bo'lgan, o'zini ko'rsatadigan, iymonni ko'rsatadigan, hidoyatni ko'rsatadigan bir narsalarni ko'ralaydi, ishoratlarni ko'ralaydi deydi. Şu narsa izinglarda bo'lsin. Biz aqlimiz orqali Allohning bor ekanligini o'ylansak, tafakkur qilsak bilalaymiz. Ammo Allohga ishonish, ma hidoyat masalasi aql bilan bo'lmaydi. Masalan, qarab qaradigan bo'lsanglar, nurg'ulg'an aqlli kishilar bor. Shundaqla olam qatnashida ishlaydigan, Allohning ana shunday koinotini kuzatadigan nurg'ulg'an olimlar bor dunyoda. Va shundaqla inson badanini operatsiya qilib, inson badanidagi ajoyib murakkab qurilmalarni ko'rib, uning bir yaratuvchi tarafidan bo'lmasa bo'lmaydiganligini biladigan nurg'ulg'an doktorlar bor. Ammo Allohga ishonmaydi. Nima uchun? Biz bugün Allah'ın rahmeti ve fazli bilan Allah'ın yana bir güzel ismini okuyumuz inşallah. Ve şundaqla şu arqalıq acizleşip ketken ve her xil fikirlerge uçurab, tevrab qalgan imanımızı çıngatımız ve şu arqalıq ma dünyadaki haqiqiy musulmandek yaşaydigan mecburiyetimizni unutmaslıkka tirişimiz inşallah. Onda olsa bizim bugün okuyduğun Allah'ın güzel isimleri qaysi desanglar. Biz bugün Allah Subhanahu ve Taala'nınki El-Hadi degan ismini okuyumuz. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de ve innallaha lehadillezine amanu ila siratin mustaqim. Hakikaten Allah Subhanahu ve Taala özüge işengen kişilerini doğru yolga başlaydı deyiş arqalı ve şundaqla ve kefa bi rabbika hadiyen ve nasira. Sizning Rabbiniz hadi, yani doğru ve paydalı işlarni ko'rsatkuchi degan bu ismini Qur'on Karimda 2 oyatda xabar berdi. Endi bu Al-Hadi ismininki birinchi ma'nosi foydali ishlarni va to'g'ri yo'lni ko'rsatkuchi Alloh degan gap. Qarab qargan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo ma koinotda butun jonliqlarni yaratib, shu jonliqlarni yaratiblan qo'yib qo'ymasdan meyli aqlli olsun, meyli aqlsiz olsun, meyli inson bo'lsin, meyli hayvon bo'lsin, hatto o'simliklar bo'lsin, u narsalarga foydali ishlarni bildirgan va u narsalarga foydali ishlarni ko'rsatgan. Insonlarga o'tashni ilgari hayvonlarni masalan baqaylik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo nurg'ulg'an hayvonlarni, jonliqlarni ma koinotda yaratdi. Agar Alloh subhanahu va taolo u jonliqlarni yaratiblan tashlab qo'ydigan ish bo'lib qolsa, u jonliqlar, u o'simliklar o'lib qoladi. Chunki u jonliqlarningki hayot turishi uchun qilishga tegishli nurg'ulg'an ishlari va Alloh subhanahu va taolo ana shu aqlsiz hayvonlarga ularni yaratib qolib qo'ymasdan ularga qilishga tegishli ishlarni bildirgan hadi sifati bilan. Masalan, hari deymiz, undan boshqa butun hayvonlar deymiz. Bu hayvonlar agar bir yerda turaversa va yoki ko'chmay bir o'rinda turaversa, bu hayvonlar o'lib qoladi. Chuqur bu hayvonlarningki har bir faslda yashaydigan bir o'rni va shundaqla fasllarga qarab turib ko'chishga tegishli bu hayvonlar. Agar ko'chmasa, bu hayvonlarningki hayotligi davom qilmaydi. Qarab qargan bo'lsak, har olsun, shaparang olsun, undan boshqa nurg'ulg'an hasharotlar bo'lsin va yoki qushlar bo'lsin, hammasi ko'chidi. Ne ko'chidi? Nima uchun ko'chidi? O'zininki yashashiga munosib bo'lgan yerlar ko'chidi. O'zining hayotligini davom qilish uchun ko'chidi. Endi bu aqlsiz hayvonlarga ko'chishning kerak ekanligini va shundaqla ko'chish jarayonidagi to'g'ri yo'llarni kim ko'rsatdi? Alloh subhanahu va taolo bu ism orqali deydiki: "Ey insonlar, men hadi, mening bu hadi ismimni ma koinot qarab shunda tafakkur qilsanglar, qushlar qarasanglar, hayvonlar qarasanglar, hammasini ko'ralaysizlar. U hayvonlarningki hayotligini kechirishi uchun nurg'ulg'an ishlarni qilish kerak. Men u ishlarni shu hayvonlarga bildirdim." degan bir ma'noni o'ylansaqlam ko'ralaymiz. Masalan, qarab qaradigan bo'lsak, dengiz qarlig'ichi deydigan bir qarlig'ach bor. To'lardan insonlar chiqadi. Bu qarlig'ach eng uzun ko'chadigan bir qush. Qanchalik ko'chadi bilamsizlar? 25,000 kilometr ko'chadi. Nima uchun ko'chadi? Hayotlikni saqlash uchun ko'chadi. Va shundaqla bu qushlar bo'lsin, undan boshqa har qanday qushlar bo'lsin, bu ko'chish uchun havo temperaturasini bilish kerak. Shundaqla ko'chishga munosib bir paytni bilish kerak. Nereden biladi bu qushlar? Va shundaqla shu dengiz qarlig'ichi 25,000 kilometr yo'lni besish jarayonida o'ziga munosib bo'lgan yergachilik ezib ketmay, tezib ketmay boradi. Sizlar hozir 25,000 kilometr emas, bunda bir cho'ngroq savdo saroyiga yanada kirsanglar, tunji qatim kirsanglar, nereden chiqamaysiz deb chiqish ishkini topolmay qolamiz. Biz aqlli bir inson turib, yo'ldagi taxtaylik qaramasdan bir shahardan bir shaharga borolmaymiz. Hatto Istanbul ishidimi, ma taxtayiga ko'rsatkichlar qaramay turib biz borolmaymiz. Undan boshqa har deydi. Harimi 7,000 kilometr atrofida ko'chidi ekan. O'zining yashiga munosib bo'lgan bir yerlarga. Qanda boradi u yerga. U yerninki o'zininki yashiga munosib ekanligini qanda biladi. U hariga kim yo'l boshlaydi? Dengiz qarlig'ichiga kim yo'l boshlaydi? Va undan boshqa ham dengizning ichiga cho'ksak, ajoyib mo'jizalar bor. Masalan, dengizda bir xil yilon turi bor. Bu yilon turi dengizning ichida yashab, shu Parmoda deydigan shayton ushbujiga deb atalgan bir yer var ya dengizdagi. Shu yerga berib tuxum tug'di ekan. Bu tuxumi dengizning teki cho'kib, yerlab u yerdan balası chiqadi ekan. Ajoyib bir hayron qolarlik bir ish. Bu yilonning ballari u tuxumni u yerga tug'ib qo'yib ketgandan keyin u tuxumdan chiqqan yilonning ballari onasi nereden kelgan bo'lsa, ana shu yerga tepib bora oladi ekan.
Kim yo'l boshladi? Kim bildirdi? Alloh taolo mush koinotga mushundaq narsalarni qo'yish orqali ey insonlar, ey g'aflat tashlaydigan insonlar, meni yo'qdek o'ylaydigan insonlar, mush hayvonlarga har qanday bir narsa qarasanglar, bir hodi ismimni, ya'ni mening bir hayvonlarga bir yo'l boshlaydiganligimni ko'ralaysilar deb mana mushundaq narsalarni qo'yganlar. Ko'pinchalar bilishinglar mumkin. Vatanda bilan bizning mahallada shundaq ishlar botdi. Kaptani yiroq yerga olib berib, qumga sulab, yüzünü itib, ko'zini itib, yiroq shaharga olib berib qo'yib bersak, necha yuz kilometr narsidan, ya'ni o'yni tepib kelalaydi. Kaptada bir GPS bormi? Yo'l boshlovchi bormi? Yo'q. Qanday topdi? Uningdimi Allohning Al-Hadi ismini ko'ralaymiz. Hatto o'simliklar qaraylik. Har qanday bir yaratgan mavjudot maxluqot o'zining hayotini davom qilish uchun o'ziga foydali bo'lgan ishlarni qilishga ehtiyojli. Va shundaqla o'zining hayotini davomlashtirish uchun ba'zi yerga kuchishga, harakat qilishga ehtiyojli. Alloh subhanahu va taolo ana shundaq butun jonliqlarni, hatto o'simliklarni yaratib qo'yib qo'ymasdan ular qanday qilgan? Yo'l boshlagan. Va shu orqali u narsalarda o'zining Al-Hadi ismini aks ettirgan. Agar biz aqlli inson g'aflatga tushmay shunda o'ylansak, ana shundaq narsalarda Allohning Al-Hadi ismini ko'ralaymiz. Shuning uchun Firavun Musa alayhisolamni so'ragan vaqtda, "Sening ilohing qandaq iloh?" deb so'ragan vaqtda, Musa alayhisolam nima dedi? "Rabbunallazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada." Mening Robbim, mening Parvardigorim shundaq bir zotki, u hamma narsaga o'ziga xos bo'lgan bir shakl ato qildi, yaratdi. Ondan keyin thumma hada. Ularga foydali bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, yashini davom qilish uchun kerakli bo'lgan yo'llarni ko'rsatdi deydi. Faqat insonlarga emas, har bir narsani yaratib qo'yib, uning uchun yashashga tegishli bo'lgan yo'llarni o'rgatgan Robb, mana mening Robbim deb Allohni mana shundaq tunishtirgan. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo biz ko'pinchimiz namozda o'qiydigan Sabbihasmi robbika da mana shu ismini bizga texmi aks ettirdi. Ya'ni Sabbihismi robbikal a'la. Hammadan ustun Parvardigorining nomini pak deb e'tiqod qilgan. Sening Robbingni har qanday bir nuqsondan, har qanday bir gumondan, uning hukmlarini zamonga uyg'un kelmaydi degandek bu shundaq to'g'ri bo'lmagan har qanday bir gumonlardan sening Robbingni pak deb e'tiqod qilgan. U sening Robbing shundaq bir zotki, allazi xalaqa fasawwa. Butun mahluqotlarni yaratdi. Bijirim shaklda, nuqsonsiz shaklda yaratdi. Vallazi qaddara fahada. Va shundaqla mahluqotlarga foydali ishlarni ko'rsatdi deydi. Ya'ni mahluqotlar mayli inson bo'lsin, jonliq bo'lsin, jonsiz bo'lsin, hatto o'simlik bo'lsin, u narsalarga yaratib tashlab qo'ymasdan foydali bo'lgan yashash yo'lini davom qilishda qilmasi bo'lmaydigan ishlarni o'rgatdi deydi. Demak, hodining birinchi ma'nosi nima ekan? Hodining birinchi ma'nosi har bir jonliq va jonsizga to'g'ri yo'lni va yaxshilikni ko'rsatuvchi zot degan gap. Masalan, Alloh subhanahu va taolo o'zining Hadi ismini texim yaxshi tushunishimiz uchun Qur'onda nurg'ulg'an misollar keltirgulik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Va auha robbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyuta." Sizning Robbingiz hasal harasiga ilhom bilan bildirdi. "Va minash shajari va mimma ya'rishun." Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning hasal harlari uchun yasagan uylarga u tuzgin deb sizning Robbingiz bildirdi deydi. Agar biz hasal harasininki bir uylar haqida tafakkur qilib baqadigan bo'lsak, hasal harasininki uylarinki noyta bir inchga texniklik yasalganligini ko'ralaymiz. U aqlsiz hara uni qandaq yasadi? Alloh hadis bilan uning yashini davom qildirish uchun hasal harasiga bildirdi. Demak, Allohning Al-Hadi ismining birinchi ma'nosi har bir mahluqotiga jonsiz bo'lsin, jonliq bo'lsin, foydali, to'g'ri ishlarni bildiruvchi zot degan gap. Biz buni bayatın deganda koinot qarab baqadigan bo'lsak ko'ralaymiz. Ikkinchi ma'nosi Al-Hadi isminingki inson va jinlarga, ya'ni Allohning shariatiga, islom diniga inson va jinlar hammasi buyuriladi, taklif qilinadi. Inson va jinlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi Alloh degan gap. Alloh subhanahu va taolo biz insonlarni yaratdi va shundaqla insonlarni va jinlarningki mohiyat yashashi uchun kerakli bo'lgan ishlarni qilishni o'rgatdi, ko'rsatdi. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo o'zini ko'rsatadigan ba'zi ishoratlarni qo'ydi. Ya'ni hadi degan ikkinchi ma'nosi to'g'ri yo'lni, hidoyat yo'lni, Allohni ko'rsatadigan yo'llarni qo'yg'uvchi zot degan gap. Biz ana shu Alloh qo'ygan narsalarga qaraydigan bo'lsak, Allohning bor ekanligini ko'ralaymiz. Ya'ni Allohning bor ekanligini ko'rsatadigan ishoratlar koinotda ajoyib ko'pki, biz ko'pkidan Allohni ko'rolmaymiz. Ko'pkidan ko'rolmaymiz. Chunki bir ish bek ko'p bo'lib kelsa ko'rolmaymiz. Ma yuruqlik hozir bek yo'qolib kelsa ko'zimizni ocholmaymiz-ku. Dal shunga o'xshagan Allohni ko'rsatadigan ishoratlar ajoyib ko'p bo'lg'achqa biz bixlashib Allohni ko'rolmaymiz. Ammo tafakkur qilsak ko'ralaymiz. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda "Falyanzurul insanu ila ta'amihi." Ma inson yeydigan tamoqqa qarab baqsin deydi. Nimishqa tamoqqa qarab baqsin deydi? Inson ma yeydigan tamoqqa qarab baqsinmi? U yerda bir ishoratni, bir hadi bo'lgan, o'zini ko'rsatadigan, iymonni ko'rsatadigan, hidoyatni ko'rsatadigan bir narsalarni ko'ralaydi, ishoratlarni ko'ralaydi deydi. Bir qarab baqalimi yegan tamoqimizga Alloh taolo Qur'on Karimda "Falyanzurul insanu ila ta'amihi." Ma insonlar yegan narsani, ma qo'zqamga ketgan, qo'zqam tutgan deb yeyvermisin. Old bilan oldiga kelgan tamoqni bir o'qsin deb buyurdi bu oyatda.
Asli bir aqlli inson, biz hayvondan farqli qilgan aql tafakkurga, hayvonga bir narsa akib bersak, o'ylanmay yeydi. Ammo biz inson oldimizga bir narsa kelsa, asli bizni talab qildigani falyanzuril insanu ila ta'ami. Ma tamoqqa qarab baqsin, tamoqni o'qisin deydi. Bir meva kelsa, buningdagi tam nerdan keldi? Buningdagi rang nerdan keldi? Buningdagi vitaminlar nerdan keldi? Buni o'qiydigan bo'lsak, har birida agarda biz Allohni ko'rsatgan ishoratlarni ko'ra olamiz. Chunki bir tal olma desak, uningdagi rang u chiqqan daraxti bormi? Uningdagi tam u chiqqan daraxti bormi? Uningdagi ilminitlar, vitaminlar bizning badimizga foydali bo'lgan butun narsalar daraxti bormi? Yo'q, unda bo'lsa bu quruq yog'ochdan bu bizning badanimizga foydali bo'lgan bir narsa qanday chiqdi? Chuqum bu mevini ma bizning badanimizga nimaning foydali ekanligini biladigan bir zot qo'ydi degan aqliy yakun kelaymiz. Nimishqa desak, menga ziyon qiladigan narsani akamay, menga foydali bir narsani qishim qilib qo'ysa, ha, ma tamoqni mening mijozimni biladigan birisi itibdi deyman. Chunki men ochiq narsaga o'ch olsam, ochiq emas bir tamoq yegan bo'lsa, va yoki bir ochiq qilmay aytgan bo'lsa bir tamoqni, ha, men meningki mijozimni biladigan birisi ma tamoq itibdi deyman. Agar mening mijozimni bilmasa, unda narsani bilmaydi. Anda bo'lsa, bizning badanimizga foydali bo'lgan u elementlarni o'z ichiga olgan olmani chuqum bizning badanimizni biladigan bir zot o'tirg'i chiqadi degan aqliy yakunga kelalaymiz. Hozir dunyoni ajoyib taraqqiy qildi deymiz-ku masalan. Dunyo taraqqiy qildi. Ba narsalardan foydalanib taraqqiy qildi. Va shundaqla hozir taraqqiy qilgan Allah shunchalik ojizki, Alloh yaratgan eng aqlli narsani yaratmaydi taxi. Eng aqlli narsa. Masalan, suv deyli hozir insonninki hayotlik manbasi. Masalan, sizning telefoningiz uchirib kelishi mumkin hozir. Lekin pat-pat keladi. İstanbul'un su amberida su az qoldi deb uchirib keladi. Hatto texmi az qolsa, texmi eskertib, suvni avaylab ishlating. İstanbul su amberida su 30% tushib ketdi deb keldi. Agar 10% tushib qolsa, butun diyonatga buyruq qilib, duo talab qilishga boshlaydi. Va Turkiyada mana shunday boshlaydi. Nimishqa davlat degan su masalasi hal qilinmaydi? Nimishqa zavodda ishlanmaydi? Chunki su bevosita osmondan Allohdan keladi. Bunun insoniyat ojiz. Dunyoni halok qilish uchun qaranglar. Yomon cho'ng narsaga ehtiyojli emas Alloh taolo. Oddiy shundalam bir yipni tatiyotganchilik, kichikgina bir ishni Alloh taolo to'xtatib olsa, dunyo halok bo'ladi. Masalan, suvni to'xtatib olsa Alloh taolo dunyo halok bo'ladi. Chunki suv, ya'ni tatliq suvning manbasi qor va yomg'ir. Qor yog'adi, yomg'ir yog'adi, bu yerning ostiga kiradi, yerning ostida suv qatlamini shakllantiradi, undan ko'llar, daryolar shakllanadi. Agar osmondan qor yoki yomg'ir yog'masa, insoniyat hayot yashamaydi. Suvni Alloh taolo to'xtatib olsa, u yasagan atom bombalarimiz hammasi ishni to'xtaydi. Demak, Allohga ba'zi ishlar osonmikan? Bak oson. Buni qarab baqadigan bo'lsakmi, Alloh subhanahu va taoloninki Allohni ko'rsatadigan, ya'ni bir yaratquchini ko'rsatadigan bir ishoratni ko'ralaymiz. Ya'ni Allohning hodi, o'zini ko'rsatadigan, hidoyatni ko'rsatadigan bir ishoratni ko'ralaymiz. Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda yuqorqi oyatning oxirida anna asqabnal ma'a sabba, ma suni biz bulutdan zo'r miqdorda yog'dirdik deydi. Masal ichayotgan suvni ma texnika orqali zavodni ishlab chiqara olmaysizlar. Buni osmondan yog'dirdik. Thumma shaqaqnal arda shaqqa. Ondan keyin biz zaminni yodiq fa ambatna fiha habba va inaba va qabba. U zamindan uruqchilarni, uzumlarni, o't yoshlarni chiqardik. Odatda biz yegan narsamiz haqida tafakkur qilmaymiz. Asli inson yegan narsamiz haqida tafakkur qilsak, Allohni shundalam ko'ramiz. Allohninki meni tepib olsin, hodiy sifat bilan qo'ygan alomatlarni, ishoratlarni nihoyat aniq ko'ramiz. O'ylab baqaylik. Bir uruqni shundalam yerga ko'mgandan keyin bu uruqdan cho'ng-cho'ng daraxtlar chiqadi. Har xil mevalar chiqadi. O'ylab baqinglar, uruqni yerning ostiga ko'msak, ya'ni kuturab, ondan keyin u yerdan bir narsa chiqadi. Bir narsani kuturash nima ketadi? Kuch ketadi, kuch. Uruqda kuch bormi? Kuch yo'q. Unda uning kuchi nerdan keldi? Allohdan keldi. Ma hozirgi ilmdan uning qonuniyatini, qanday qilib, qanday qo'yganligini o'tirib qo'ya oladi. Ammo mushu qonuniyatni kim qo'yganligini, u qonunning keyingi kuchni u ilmpanning ishi emas. O iymonning ishi. Ha, biz ashyogachilik tekshira olamiz. Uning keyingi bu kuchni Alloh qo'yapti deb mana bu yerda hodi bir Alloh bor ekan, bizga yüzünü ko'rsatib o'tibdi deb Allohga iymon etmay turolmaymiz. Shunga Alloh taolo falyanzurul insanu ila ta'ami. Ma boshqa narsaga qarab baqmasimi? Boshqa narsaga orma tegmasimi? Ma kunda oldiga keladigan ma tamoqqa qarab baqmamdi deydi. Shunga bir musulmonlar sifatimizdan bundan oldimizga tamoq kelsa, tamoqni yeyishdan ilgari agar biz shundalam o'qib etsak, u tamoqni azroqlam tafakkur qilsak, u yerda Allohning hodi ismininki bir tomg'usini ko'ra olamiz. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda o'zining hodi sifatini ko'raydiganligi haqida inna fis samawati val ardi laayatin lil muqinin. Osmonlarda, zaminda Allohga ishonguchilar uchun nurg'unlagan ishoratlar bor. Ya'ni Allohni ko'rsatadigan ishoratlar bor. Shu ishoratlarni kim qo'ygan? Hadi bo'lgan Alloh qo'ygan. Nima uchun qo'ygan? Alloh hadi bo'lganlik uchun. Bizga o'zini ko'rsatadigan, o'zini yushiramaydigan, bizning aqlimizni shundalam ishlatsak, Allohni ko'ralaydigan shaklda nurg'unlagan ishoratlarni Alloh subhanahu va taolo qo'ygan. Va fi xalqikum va ma yabuttu min dabba ayatul liqawmin yuqinun. Sizlarning yaratılışlarda ve Allah zamanında tarqıtib o'tgan jonivorlarda jazman ishonadigan qavm uchun nurg'unlagan dalillar, ishoratlar bor. Agar biz o'ylab baqsak, tafakkur qilib baqsak, osmonda, zaminda, hatto jonliqlarda ishonadigan odam uchun
nurg'unlagan ishoratlar bor. Bu ishoratni kim qo'ygan? Hadi bo'lgan Alloh qo'ygan. Chunki biz bugun Allohning Hadi ismini o'qidik ya. Hadi Alloh degan o'zini ko'rsatadigan, bir ilohni ko'rsatadigan ishoratlarni qo'yg'uchi degan gap. Ya'ni Allohni ko'rsatadigan yo'lni qo'yg'uchi degan gap. Nimalar bilan ko'rsatdi Alloh taolo? Ana shundoq yaratgan mahluqotlar bilan, ana shundoq biz oddiy ko'rgan yemak-ichmakliklar bilan Alloh subhanahu va taolo o'zininki Hadi sifatini ko'rsatdi. Undan boshqa biz o'zimizniki badan haqida o'ylab baqsak, bu Allohning Hadi sifatini, ya'ni yo'l boshlovchi sifatini ko'ra olamiz. Masalan deylik, bizning badanimiz uchun, bizning sog'lom turishimiz uchun nimalar ketadi? Nurg'unlagan ilminotlar ketadi. Oqsil ketadi, vitamin ketadi. Nurg'un ilminotlar ketadi. Biz buni nereden to'liqlaymiz? Yemeklikdan to'liqlaymiz. Oldimizga bir narsa kelsa, mana mancha percent oqsil bor ekan, mana manchalik vitamin bor ekan deb yemsizlar. Qaysini shunday yeysizlar. Va shundaqla oshqozonimizga ehtiyojli narsalar bor, böğrükimizga ehtiyojli narsalar bor, jigarimiz ehtiyojli narsalar bor. Sizlar tamoq yeysanglar, mana narsa jigarimga borsin, mana narsa oshqozonimga borsin deb yemsizlar. Unda o'ylamaymiz. Shunda olamaymiz. Oshqozonimiz lozimlik narsalar oshqozonimizga boradi. Har bir narsa o'z joyiga boradi. Başqa yer ketmaydi. Afi xalqikum degan yaratilishinglarmi degani, shu bizning yaratilishimizni qarab baqadigan bo'lsak, ana shunda hatto qonlarning iqishida, hücrelerinki ölüp tirilişide Allah'ın hadi sübütünü biz küreyleyimiz. Bu arkalık bir yaratkucu baken, ma yaratkucunun hadi sübütü baken, bu yaratkucu bizni yaratıp bulap, mini göğsün, mini tepi olsun dep, manı bu şundak işaretlerini kuyaptı dep bileleyimiz. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala hadi, öz yaratıdı ve şundakla o insanlığa birinci mersimette hadininki yaş üçün kireklik boğan paylık işlerini gösterdi, doğru yolunu gösterdi ve şundakla o hadi Allah subhanahu wa ta'ala'nın ikinci mensubu olsa, o hadi Allah subhanahu wa ta'ala yaratıp bulap, üzünü gösterdi işaretlerini koyudu, köstüdü. Şu Allah subhanahu wa ta'ala tilki ayatullah, ana aşola Allah'ın ayeti. Ayet degan gap Kur'an-ı Kerim'deki yeni bir ma'nosini bilsanglar, ko'rsatkuch degan gap. Ko'rsatkuch bir narsani ko'rsatadi. Ana shu biz yuqori deb o'tgan nurg'unlagan narsalar Allohning ko'rsatadigan ko'rsatkuchlar. Ayatullah, Allohning ko'rsatkuchlari netluha alayka bil haq. Biz sana onu hakikat bilan bayan qilib beramiz. Fa bi ayyi hadithin ba'dallahi va ayatihi yu'minun. Mana shundaq oyatlar sana tilovat qilinsa, mana shundaq oyatlar ko'rsatkuchlar koinotga qo'yilsa, ular mana shundaq oyatlarni qo'yib, ya'ni nimaga ishonadi, qaysi so'zga ishonadi deb Alloh subhanahu va taolo bizga bir so'roq qo'yibotdi. Unda bo'lsa biz Al-Hadi isminiki birinci ma'nosini o'rgandik. Nima edi Al-Hadining birinchi ma'nosi? Foydali ishlarni ko'rsatuvchi. Ikkinchisi Alloh subhanahu va taolo koinotga har xil ishoratlarni qo'yish orqali bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi. Uchinchi ma'nosi Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim tushirish orqali bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi. Biz aqlimiz bilan, tafakkurimiz bilan Alloh subhanahu va taolo degandek o'ylansak, bir yaratquchning bor ekanligini ko'ra olamiz. Ammo bu aqlimiz bilan biz qanday yashaydiganligimizni, nima ish qildiganligimizni bilmaymiz. Koinot haqida qanchalik tafakkur qilib, Allohning borligini bilgan bilan Allohning nimaga buyurganligini bilmaymiz. Qanday yashaydiganligimizni bilmaymiz. Namozni qanday o'qiydiganligimizni bilmaymiz. Nimaning harom, nimaning halol ekanligini bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu shayga vaqtda bizni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun Qur'on Karimni tushirgan. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda "Zalikal kitab la rayba fih hudal lil muttaqin." Ana osh ulug' kitob, unda hech bir shak yo'q. Qur'on Karimda hech bir shak yo'q. U kitob taqvodorlar uchun, Allohdan qo'rqqanlar uchun, ha aqli bilan ma koinot qilgan vaqtda hodi bo'lgan bir Alloh bor ekan deb Allohga ishongan kishilar uchun bir hudo, yetakchi, to'g'ri yo'lni ko'rsatdi deydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karim tushirish orqali va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom orqali to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi Alloh. Al-Hadininki 3-ma'nosi bu. Shu Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga "Va innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sen haqiqatan to'g'ri bo'lgan yo'lga kishilarni boshlaysan deydi. 4-ma'nosi Alloh subhanahu va taolaninki Al-Hadi ma'nosiniki hidoyat qilguvchi Alloh subhanahu va taolo. Alloh hidoyat qilguvchi. Shu narsa izinglarda bo'lsin. Biz aqlimiz orqali Allohning bor ekanligini o'ylansak, tafakkur qilsak bilalaymiz. Ammo Allohga ishonish ma hidoyat masalasi aql bilan bo'lmaydi. Allohning bor ekanligini aqlimiz bilan ko'rib turib, ondan keyin Alloh bor ekan deb ishonish bu hidoyat masalasi Allohning ilkidir. Biz hidoyatni tuniya olamiz, hidoyatni bilalaymiz, ammo bu hidoyatning ichimizga kirishi, qalbimizga o'rnishi bu bevosita Allohning ilkidagi bir ish. Xuddi rizqqa o'xshaydi. Rizqni biz sabab qilamiz, ammo rizqni kim beradi? Alloh subhanahu va taolo beradi. İmanmı, hidayetmi dal shunga o'xshaydi. Biz sabab qilamiz, biz tirishimiz, biz hidayat uchun harakat qilamiz, mujodala qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga hidayat beradi. Masalan, qarab baqadigan bo'lsanglar, nurg'unlagan aqlli kishilar bor. Shundaqla olam qatnashida ishlaydigan, Allohning ana shundoq koinotni kuzatadigan nurg'unlagan olimlar bor dunyoda. Va shundaqla inson badanini operatsiya qilib, inson badanidagi ajoyib murakkab qurilmalarni ko'rib, uning bir yaratquchi tarafidan bo'lmasa bo'lmaydiganligini biladigan nurg'unlagan doktorlar bor. Ammo Allohga ishonmaydi. Nima uchun? Aqli bilan uni tunusimu qalbida hidayatni xohlamaganligi uchun Alloh taolo uningga hidayat bermaydi. Masalan, Amerikada olam qatnashida ishlab turib, shundaqla Microsoft'dek, Elon Musk'ningga o'xshash ana shundaq cho'ng shirkatlarda ishlab turib, sirtqa chiqib, qaliga chuqunadigan hindisonliklar bor. Bir qaliga iloh deydigan
Hindistonliklar bor. Ulda aql yo'qmi? Aqlli ular nurg'ulg'an bilimlarni biladi. Ammo ana shundaq yuqori texnikalarda ishlab turib, menga chiqib kalini iloh deydi. Hidayat masalasi Allohning qo'lida. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan keyin Hazrati Umar radhiyallohu anhu atrofdagi kishilarga bunaq deb bergan. Biz hidayat topishdan ilgari ma xurmadan but yasaytdik. At deganda, uning ibodat qildik. Kashda qo'sqimiz ichib qolsa, o xurmani yeyotdik degan. Atrofdagi yosh sahobalar qo'llarida xurmadan butni yasaylar. Qusoq ichib qolsa, uni yeyotlar. Bu sizning aqllar yo'qmidi? Qo'llardan yasagan narsaga chuqundigan. Bunda aqlsiz mitillar degan o'xshab bir savolni qo'ygan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday bir javobni bergan. Kana fina aqlun va lam takun fina hidayah. Va bizda aql batdi, lekin hidayat yo'qdi. Ma hidayat uchun aqllam yetarli emas. Nurg'un aqlli kishilar bor. Allohni tunuydi, nurg'un bilimlarni o'rganadi, hatto hidayat topadi. Ham hidayatida mustahkam turolmaydi. Hatto Alloh bor deb ishonadi, islomni qabul qiladi, ammo hidayatida bir muddatdan keyin ezib ketadi. Nima uchun? Hidayat faqat va faqat Allohning qo'lida. Unda bo'lsa, Alloh taolo o'zining hodiy sifatini ko'rsatgan nurg'ulg'an ishoratlarni qo'yapti. Biz uning qarab Allohning bor ekanligini bilalaydi ekanmiz. Endi bu hidayat masalasi aqlning ishi emas ekan, qalbning ishi ekan. Inson qanday qilib hidayatga erishalaydi? Alloh subhanahu va taolo ana shunday ishoratlarni qo'yib bo'lgandan keyin ba'zi bir sabablarni qo'yib qo'ydi. Va shu sababni qilgan kishi ana shu Allohning hidayatiga erishalaydi. Bu sabablarning ichidan ya'ni bizning hidayatga erishishimiz va shundaqla hidayatda mustahkam turishimiz uchun biz qiladigan sabablarning birinchisi qaysi desak, hidayatni to'xtamay izlash. Hidayatimizni, bu iymonimizni saqlash uchun to'xtamay tirishchilik ko'rsatish. Bizning bir qatimlam to'g'rini tunib qo'yishimiz yoki hidayatni tepib qo'yishimiz bizning o'lguchilik hidayat ustida ma'nodaganligimizni darak bermaydi. Balkim yo'lning yarimiga kelib ezib ketishimiz mumkin, Alloh saqlasin. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? To'xtamay o'sha iymonimizni saqlash uchun, hidayatimizni saqlash uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tirishqanlarga hidayat beradi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Biz haqida kurash qilganlarga, tirishchilik ko'rsatganlarga biz ularni bizning to'g'ri bo'lgan yo'limizga boshlaymiz deydi. Chunki xohlagan odamga Alloh taolo hidayat bermaydi. Nurg'ulg'an kishilar bor, pok ko'z oldida aniq, ammo Allohga ishongisi yo'q, ishonmaydi. Bunday odamga Alloh taolo hidayat bermaydi. Shuning uchun biz har vaqt asla o'zimizning hidayatidan, iymondan xotirjam bo'lib, yuqlashib ketmasligimiz kerak. Har vaqt iymonimizni saqlash uchun tirishimiz kerak. Agar bir odam iymonini saqlash uchun tirishsa, u kafirning ichida yashasimi, Alloh subhanahu va taolo uning hidayatini erishtiradi. Agar bir odam o'zining iymonidan xotirjam bo'lib qolsa, o'zining hidayatga, iymonga ehtiyojli emasdek, maxul tuyg'uda yashab qolsa, u odam Makka da yashasimi, xuddi Abu Jahildek, nurg'un mushuklardek iymonsiz ketadi. Bu yerdagi masala ana shu hidayat uchun tirishish masalasi. Nurg'un kishilar Yevropaga ketyapti hozir. Nurg'un kishilar Turkiyada qoldi. Agar shu Yevropaga ketgan qarindoshlar o'zining iymoni uchun tirishchilik ko'rsatsa, o'zining iymonini qo'g'dash uchun badal to'lasa, iymonini qo'g'dasam bo'ladi deb tirishchilik ko'rsatdi ekan, dunyoning najasun bu iymonini qo'g'dab qola oladi. Masalan, Salman Farisi radhiyallohu anhuning qissasi vaqti nihoyat go'zal bir o'rnak. Ko'pinchimiz bilishimiz mumkin. Salman Farisi radhiyallohu anhu kim? Ispahan shahrida yashaydigan farislarningki mahalliy boshlig'ining o'g'li. Dadasi bo'lsa shu majusiy o't parashlar ichidagi huquqli bir odam. Salman Farisiyga dadasi ajoyib amroq. Amroqlik sababidan uni taloqqa chiqib qo'ymaydi. Ma balamga bir ish bo'lib qolmasin, sirtqa chiqib yo'ldan chiqib ketmasin deb qizvalga o'xshash o'yga sulab boqqan. Bir kunisi dadasidan ish chiqib qilib Salman Farisi radhiyallohu anhu ni etizlikqa qolib kelgan deb avatdi. Salman Farisi radhiyallohu anhu etizlikqa borguncha yo'ldan o'tib ketib bir chirkovda kishilarning duo qilayotganligini ko'rdi. U nima bo'ldi ekan berib baqay deb chirkovga kirdi. Qarg'udak bo'lsa, xristianlar ana shu vaqtdagi to'g'ri yo'lda mangan, islom kelishini ilgari vaqtga chiqqan, shu vaqtdagi to'g'ri yo'lda mangan kishilar Allohga duo qilayotgan ekan. Salman Farisi etdigandan tortib kashkich ularning qishda o'ltirib, ularni kuzatadi, ularni tinchaydi. Salman Farisiga ularning qilgan ibodati, duolari ajoyib ta'sir qilib, "Ma biz o'tga ibodat qildik ekanmiz, ma'ulning dini to'g'ridek qiladi" degan bir xil qarashga keladi. Bu vaqtgacha Salman Farisi radhiyallohu anhuning dadasi noit ansirab atrofga odam avatadi. Kech o'g'anda Salman Farisi radhiyallohu anhu qaytib keladi. Dadasi nega odam desa, Mushunda bo'ldi. Yo'ldan o'tkicha bir chekovni oldidan o'tdim. U yerda bir kishilar ibodat qilib o'tibdi. Men uning dinini va bizning dinimizni to'g'ri deb ko'rib qoldim deydi. Majusiy bo'lgan Salman Farisi radhiyallohu anhuning dadasi, "Yo'q, hargiz undaq emas. Sen bir xato yo'lga mang'ul qilibsan" deb uni o'yga sulab, zanjirda putni bog'lab qo'ydi. Bu Salman Farisi radhiyallohu anhu shu chirkovga borgan vaqtida bu din haqida so'rgan, bu dinning manbasi haqida so'rgan. Kishilar bu dinning manbasi markazi bo'lsa Shamda degan. Ya'ni hozirgi Suriya va uning atrofidagi davlatlarni ko'rsatdi. Salman Farisi radhiyallohu anhuning dadasi o'yga sulab qo'ygandan keyin bu chirkovdagi kishilar izlab keladi Salman Farisi radhiyallohu anhuni. Izlab kelgandan keyin dadamni shunday sulab qo'ydi. Shu Shamga boradigan karvon kelib qolsa, menga bir xabar qilib qo'ysanglar, men bu shu haqiqat yo'lini tepish, to'g'ri bo'lgan dinni tepish yo'lida Shamga bir borsam deydi. Demak, bu yerda Salman Farisi radhiyallohu anhu bir otash parast dadining bolasi bo'lsa-mu, nima uchun tirishchilik ko'rsatdi? To'g'ri yo'lni tepish uchun tirishchilik ko'rsatdi. Darvaqa bir muddat o'tgandan keyin
Shamdan keldigan karvonlar keladi. Chirkovdan kishilar kelib, hammasi Shamdan keldigan karvonlar keldi deb xabar beradi. Bu shunaqdan bu shunab Salman Farisi radhiyallohu anhu u karvonga qo'shilib Shamga ketadi. Va Shamdagi bir chirkovniki popning qishiga kelib, "Men sizning qishingizga xizmat qilay, bu din haqida ugunay" deydi. Ma'qul deydi, lekin bu pop chirib ketgan bir pop bo'lg'achqa, kishilarga yolg'on aytadigan, shundaqla kishilarni zakot berishga, sadiq qilishga buyuradigan, ammo o'zi sadiqning hammasini kambag'allarga bermay, o'zi to'plab yivoldigan mushundaq bir popkan bu. Salman Farisi radhiyallohu anhu buning bilan bu din degan xato dinkan deb ketdimi? Yo'q. Ma odam eski odamkan, ma odam chatoq odamkan, lekin men bu dinning to'g'risini topaman deb savr qildi. Bu odam o'lib ketgandan keyin kishilar bu odamning namozini shug'ul qilib qolgan vaqtda kishilarga Salman Farisi radhiyallohu anhu ma odam bundan nachar odamdi. Sizlarga zakot beringlar, sadiq qilinglar degan bilan bu odam sadiqning hammasini to'plab oladi. Falon yerda sadiqning ko'magiga deb ko'rsatdi. Kishilar bir qo'lg'andan keyin u yerdan nurg'un oltin kumushlar chiqdi. Chiqqandan keyin bu odamning jasadini shu vaqtdagi xristianlar chalma kesak qilib, darg'asi ana shundoq jazolaydi. Jazolagandan keyin uning o'rniga bir pop chiqdi. Uning o'rniga chiqqan popdan Salman Farisi radhiyallohu anhu din o'rganadi. U pop vafot topib qolgan vaqtida siz nihoyat bir fazilatli taqvo odamkansiz. Siz o'lib ketgandan keyin kimdan lozim tutma deydi. Bu odam deydi, bugungi kunimizda hamma odam cheklashib ketdi, hamma odam nafsiyanalashib ketdi. Sog'lom yo'lda mangan bu dinning egasi bo'lib mangan kishilar nihoyat oz qoldi. Sen palon yerga borsang, shu yerda bir pop bor deb bir popning ismini deb berdi. Salman Farisi radhiyallohu anhu haqiqat tepishirda, ya'ni boshqa bir shaharga boradi. U popning qishtimi turadi. U nihoyat yaxshi bir odam ekan. U odam vafot tepishdan ilgari u odamdan so'raydi. Endi nega borma deydi. Endi sen Amuriya deydigan bir shahar bor. Shu yerga borsang, shu yerda bir yaxshi, sog'lom turgan bir pop bor. Shuning qishda tursang to'g'ri dinda turalaysan deydi. Salman Farisi radhiyallohu anhu yana u yerdan Amuriyaga boradi. U yerda turgandan keyin u odamni yashang'uvchi odamni qish turadi. U odam vafot topguncha Salman Farisi u yerda ishlab nurg'unlagan pul topadi, qo'y kollar bo'ladi. U odam vafot tepishdan ilgari Salman Farisi yana o'xshash savolni so'raydi. Endi siz vafot topsangiz nega borama? Bu haqiqat dini tepishni qanday qilma deb so'raydi. Bu odam deydi, endi ma davrda haqiqatdan ustun turgan odamlar nihoyat oz qoldi. Sen haqiqat dini endi topmoqchi bo'lsang, shu 2 sayliq o'tirisidagi Xormizorlik bir shaharda, Arab diyorida bir oxirgi payg'ambar chiqadi. U payg'ambarning alomati hadiya qabul qiladi, sadiq qilmaydi. Shundaqla mo'risda payg'ambarlik tamg'usi bo'ladi deb 3 alomatni deb beradi. Salman Farisi radhiyallohu anhu ana shu Madinaga ma'digan karvonlarga ma qo'y kallamning hammasini bersam, meni Madinaga olib qo'ysanglar deydi. Ma'qul deb bu karvon silib oladi. Selvab bo'lgandan keyin Salman Farisi radhiyallohu anhu urib, dumbalab, qo'yqonlarning hammasini elib olib, uni qul qilib oladi. Va shundaqla Madinaga akilib, pul bozorda Yahudilarga satadi. Bu Salman Farisi radhiyallohu anhuninki o'zining yurtida yashag'isi yo'qmidi. Dadisi vatdi, onasi vatdi. Shundaqla dadisi tehi mahallasining boshliq etdi. Va shundaqla Salman Farisi radhiyallohu anhu otashparastlarning ibodatgohining o'tni yoqadigan xil mansablik bir o'rin detdi. Hech kim yoqizmaydi. Shu ibodat qilgan o'tiga Salman Farisi radhiyallohu anhu yoqatdi. Ana shundaq bir bayashat turmushi batdi. Ammo ana shu tirishchanlikni nima uchun qildi bilamsizlar? Hidoyat tepish uchun. Alloh taolo Qur'on Karimda "Vallazina jahadu fina" tirishchanlik ko'rsatganlarga, men hidoyatimni mustahkam turay deb balqi yo'qmaganlarga biz ularga to'g'ri ato qilamiz deydi. Darvaqa Salman Farisi radhiyallohu anhu Madinaga kelgandan keyin hech gap bo'lmaydi, ammo bu vaqtda Makka payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelib bo'lgan. Bir qancha shu Yahudininki xormalik big'ida qul bo'lib ishlaydi. Ishlab turgan bir kunda xormining ustida xormini uzib turgan bir kunda bir Yahudi yugib keladi. Voy est, bir payg'ambar chiqib ketgan, endi u Madinaga kelibdi deydi. Bu gapni anglagan Salman Farisi radhiyallohu anhu xormining ustida turib tushib ketgili tas qoladi, put-qo'llari titrab ketadi, yuragi jig'ildab ketadi. Nimishqa necha yilning yoqi izlab kelgan haqiqatni topqili az qolgan edi. Darhallam xormining ustidan tushib, nim deding degandan keyin sening nima ishing? Men ishingni qil deb haydayotdi. Salman Farisi radhiyallohu anhu bu 3 ga erishgandan keyin Madina shahriga kirdi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomningki o'rnini izlab topadi. Va bir suvat xormini olib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, mana mau sanga sadiqa" deb qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarga "Angla, yangla" deb berdi, o'zi yemaydi. Salman Farisi radhiyallohu anhu mana bir alomati chiqdi. Bu payg'ambarning bir alomati sadiq yemaydi, hadiya qabul qildi, sadiqni yemadi, sahobalarga berdi deb qaytdi. Atsi yana bir suvatni kelib, turgan sadiqa deb akasam yemidingiz, "Mau hadiya" degandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom o'zi yeydi, sahobalarga berdi. Salman Farisi radhiyallohu anhu ikkinchi alomat chiqdi dedi. Yana bir kunisi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishiga uning 3-chi alomatini ko'rish uchun keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir jinoza namozi bilan mashg'ul edi. Salman Farisi radhiyallohu anhu payg'ambarimizning mo'rislik oshu payg'ambarlik mo'rini ko'rish uchun hali inga o'tdi, hali bu taraf ketdi. Buni his qilgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tonni siliblam ko'rsatgandan keyin o'ngshab kiydi. Ko'rgandan keyin Salman Farisi radhiyallohu anhu payg'ambarimizni quchoqlab yig'lab ketdi. "Men seni izlagan ey Rasululloh" deb o'sha hayotiningki 5 dan tortib bo'lgan ishlarning hammani payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga deb berdi. Sahobalar yig'ilishib ketdi, hammasi quchoqlashib ketdi. Hidoyat degan bundan narsa bu. Hidoyat degan badal to'laydigan narsa bu. Salman Farisi radhiyallohu anhu bu vaqtda hidoyatga erishdi, ammo bu vaqt qul edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xo'jayining bilan deyishdi. Deyishdi nurg'unlagan pulga, 300 top xormaga, 40 o'qiya oltinga deyishdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarning hammasi safarbar qilib, xormani o'zi qo'yib, hammasi xorma tikib, Salman Farisi radhiyallohu anhuni qulluqdan
ajitib qo'ydi. Salman Farisi radhiyallohu anhu qulluqdan ajatgandan keyin Rasulullohning qashida turib, hayotining oxirigacha butun jihatlarga qatnashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ibnul Islom Salman Farisi garchi farislarning orasidan, otashparastlarning orasidan kelgan bo'lsa, islom o'g'loni degan bu sharafni berdi. Demak, hidoyatni bir odam izlasa, u nada bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Bugungi kunimizda vatanimiz qarab boqadigan bo'lsak, ajoyib ig'ir kunda. Ko'rgansizlar vatanning ijtimoiy aloqa vositalarida. Sizlar ko'ngillarda vatan tugushab ketdi, vatandagi kishilarning hammasi axloqi buzilib ketdi, namoz o'qiydigan odam qolmadi deb o'ylab qolgan bo'lishinglar mumkin. Aslo va aslo unday o'ylamanglar. Shu yerdami tirishib iymon saqlash uchun ajoyib tirishchilik ko'rsatgan kishilar bor ekan. Va shundaqla chet elga nurg'unlagan masalalarni chiqarib, so'g'izab, fatvo bilan, hukm bilan yashayotgan yana nurg'unlagan kishilar bor. Demak, ana shundaq iskanji ichida tursimi, bir odam tirishidi ekan, u hidoyatini saqlay oladi. Ammo biz mana shundaq erkin dunyoda yashab, jamininki munolariga chiqayotgan a'zolariga oldinib, o'zimizning hidoyatidan xotirjam bo'lib qolsak, ma hidoyat bizda uzun turmaydi. Biz emas, vahiy tushadigan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deb duo qiladi: "Ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi ala dinik." Chunki insonning qalbi balla o'zgarib turadi. Birisi sizga shunday gapni qiladi, islom to'g'ri emasdek tushuncha kelib qolasizlar. Chunki bu yerda shayton bor, odamiy shayton bor. Ma islom hidoyat masalasi biz yuqorida o'tdik. Aqllan bo'lsa yetarli emas. Bu bir hidoyat masalasi. Aql tunishlan birga Alloh bizning qalbimizni bog'lamasa, tez. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning duolarining ko'p qismi mana shu duoga bog'langan. Shunga biz Allohning hidoyatiga erishilay deydiganmiz. Birinchi qilib shu hidoyat uchun qo'limizdan keladigan bütün vaslarning hammasini qilishimiz kerak. Ikkinchidan Allohningki al-hadi bilan Allohning hidoyatiga erishimiz deydiganmiz. Qur'on Karimni ko'p o'qishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. Chunki Qur'on Karim yuqori degandek Alif Lam Mim Zalikal kitab la rayba fih hudal lil muttaqin. Qur'on Karim uningda hech bir shak yo'q. Bu qo'rqqanlar uchun hidoyat deydi. Ma iymonimni saqlasam bo'ladi, Allohning yo'lida bo'lsam bo'ladi deb ensirganlar uchun hidoyat. Sana hidayeti mustahkem kılıyordu deydi Allah Teala. Ve şundakla Allah Teala inne hadal Kur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ma Kur'an Kerim to'g'ri bo'lgan yo'lga boshlaydi deydi. Va shundakla qul huwa lillazina amanu huda va shifa. Ey Muhammad aytqinki, iymon etgan kishilarga ma Kur'an hidayat deydi. Bugun kunimizda hammamiz mashg'ul deb Qur'ondan uzoqlashib ketdik. Vaholanki Qur'onni ko'p o'qisak, Qur'onning tarjimasini o'qisak, bu bizga iymon va hidoyatda mustahkam qiladi. Uchinchi sababi Qur'on Karimda nurg'unlagan qissalarni, nurg'un payg'ambarliklarning voqealigini bayon qilganlik. Biz iymonimizni mustahkam turish uchun ana shu Qur'on Karimdagi boshqa uyg'urcha tarjima qilingan kitoblardan ilgirki payg'ambarlarning qissasini, uning tarixini o'qishimiz kerak. Bu qissalar bizni iymonda mustahkam qiladi. Bu qissalar dunyoning bunda ketmaydiganligi, dunyoning chuqur bir oxirlashganligi, bir zolimning doim zolim turmaydiganligi, bir kuchlikning doim kuchlik turmaydiganligi, palakning chaqiningki o'yinib turadiganligini ko'rsatdi-da, biz musulmonlar bundoq ojiz turavermaydi ekan, ahvol bundoq ketavermaydi ekan deb umid kutib turibmiz. Nima ish qilsanglar, kufrlikninki hidoyatni tepib ketishining sababining qatoridan mana shu zulmning qattiq bo'lib ketishi, Allohning nusratiningki bizga nisbatan bizning uyimizda ketishib ketishi insonni hidoyatdan chetlakizib qo'ydi. Bunda qarab u mushundaq ketaverami? Bu zolimlar mushundaq kuchlanib ketaverami? Ajaba Allohning xabari yo'qmidi? Ajaba Alloh subhanahu va taolo buningga yordam bermaydiganmidi degan bu savollar keladi. Shayton bizni texmi qo'zg'aydi, undan keyin Alloh bilan bo'lsa, bunda ish ruxsat qilmaydi deymiz. Hidoyatdan tepib ketamiz. Vaholanki biz Qur'on Karimdagi ilgirki ummatning qissasini o'qisak, Fir'avnning qissasini o'qisak, va yoki keyingi tarixda yuz bergan qissalarni o'qisak, bu bir sinoq ekan. Bu bir imtihon ekan degan bu yakun kelaymiz. Masalan, bugungi kunga o'xshash Bag'dod voqeasi va 1200-yilda o'tgan. Bag'dodga kirib Mo'ng'ullar 40 kun ichida 1,800,000 musulmonni qatl qilgan. Bag'dod ichi jasadga to'lib ketgan. Musulmonlar yo'qlash girdobiga kirib ketgan. Bu vaqtda islom dunyosida bir islomiy hokimiyat, islomiy sultonlik maqomiga nihoyat ozishib ketgan. Yahudiy xristianlar musulmonlarga bo'lgan zulm qarab yig'ilishib ketgan. Shu vaqtki tarixshunoslar degan, endi islom tugidi, islomda bir narsa bo'lmaydi, islom bundan keyin bosh ko'taranmaydi degan. Ana shundaq baho berilgandan keyin 600 yil, hatto 700 yil hukm surgan musulmonlarning saltanati bo'lgan Osmoniylar bosh ko'tardimi, ko'tarmadimi? Ko'tardi. Bugungi kunimizda biz ana shunday qattiq kun turyapmiz. Mana shu kunda biz ilgirki tarixlarni o'qisak, hammasi vaqtli ishlar ekan. Biz o'ygansak, biz to'g'ri yo'l qaytsak, bu ishlar oxirlashdi ekan degan bu yakun kelinimiz iymonda mustahkam tura olamiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda va kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Ey Muhammad, biz sening qalbingni mustahkam qilish uchun, iymonda texmi chin turg'izish uchun ilgirki payg'ambarlarningki xabarlarini, qissalarni so'zlab beramiz deydi. Demak, buningga aslo sal qaramasligimiz kerak. Eng oxirdagi eng muhim ishning birisi bizning hidoyatni mustahkam turishimiz uchun Alloh subhanahu va taolodan tilash aziz qarindoshlar. Bu duo mu'minning eng kuchli quroli. Biz duoning ma'nisiga yetib turib, Alloh subhanahu va taolodan iymondan teyib ketmaslik uchun, hidoyatni mustahkam qilish uchun ko'p tilashimiz kerak. O'ylab baqinglar. Mirojga chiqib, barzakh hayotini ko'rsatgan payg'ambar, vahiy tushgan payg'ambar, Jibril alayhissalom bilan uchrashgan, uningdan vahiy olgan payg'ambar chig'ida eng ko'p qilgan duosi qaysi? Ya muqallibal qulub
Sabbit qalbi ala dinik. Mana mush duolarni ko'p qilishimiz kerak. Tuanda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning duosi qaydigan bo'lsakmi, ko'pinchisi Rasulullohniki hidayet tilaglik. O'ylab baqinglar, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohdan hidayet tilaglik. Bizning naqadar ehtiyojimiz bor. Shunga tuanda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tilagan mush hidayet duolarini qilamiz. Birlikda hammamiz Alloh subhanahu va taoloning hidayet tilashlan birga Rasulullohning duosini o'qib suhbatimizni oxirlashtiramiz. Allohumma inni as'alukal huda vat tuqa val afafa val ghina. Sendan hidayet so'raymiz ey Alloh. Sendan taqvodorlik so'raymiz ey Alloh. Sendan iffat so'raymiz ey Alloh. Sendan behojatmanlik so'raymiz ey Alloh. Allohumma inna nas'alukal huda vas sadat. Ey Alloh, sendan hidayet so'raymiz. Sendan to'g'ri yo'l so'raymiz ey Alloh. Allohumma ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin ey Alloh. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin ey Alloh. Allohumma robbi Jibril va Mikail va Israfil fatiris samawati val ardi alimil g'aybi va shahada. Ey Alloh, Jibril alayhissalomning ilohi, Mikail va Israfilning Robbi, osmon va zaminning yaratuvchisi, g'aybni va oshkorni, maxfiyni hammani bilguvchi Alloh. Sen bandalarning arzida ular ixtilof qilishgan ishlarda hukm chiqarguvchisan ey Alloh. Bizni o'z izning bilan ixtilof qilingan, biz qaysi to'g'ri, qaysi xato bilinmagan ishlarda bizni to'g'ri yo'lga yetaklagan ey Alloh. Allohumma hdina li ahsanil axloq. Ey Alloh, bizni eng go'zal axloqqa yetaklagan ey Alloh. Allohumma hdina fi man hadayt. Ey Alloh, bizni hidayat qilgan kishilarning qatorida hidayat qilgan ey Alloh. Saqlagan kishilarning qatorida saqlagan ey Alloh. Do'st tutgan kishilarning qatorida do'st tutgan ey Alloh. Bergan ne'matlaringga barakat bergin ey Alloh. Taqdir qilgan narsalarning yomonligidan saqlagan ey Alloh. Haqiqatan sen hukm qilguvchisan ey Alloh. Sening ustingda hukm qilguvchi bo'lmaydi ey Alloh. Sen do'st tutgan kishi hargiz xor bo'lmaydi ey Alloh. Sen dushman tutgan kishi hargiz aziz bo'lmaydi ey Alloh. Sen hidayat qilgan kishini hech kim ozdirolmaydi ey Alloh. Ya muqallibal qulub thabbit qalbina ala dinik. Ey qalblarni o'rib chirib turg'uvchi Alloh, qalbimizni to'g'ri bo'lgan dinda mustahkam qilgin ey Alloh. Allohumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Ey Alloh, qalbimizni iymonda mustahkam qilgin va bizni boshqalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan kishilarning qatoridan va o'zi bo'lsa hidayatga qush kishilarning qatoridan qilgin ey Alloh. Allohumma robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar ya arhamar rohimin.